Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki ixtiyarlar xabarlarimizning təfsili məzmunlarida bo'lsin. Atalmış Şinjan Uyghur Abnum Rayonluq Partikom 4 aprel daimi komitetining kengaytirilgan yig'inini chaqirib, yerlik bilan ishlab chiqarish bank taraqqiyotini birlashtirish planini muzokara qilgan. Atalmış Abnum Rayonluq Partikomning sekretari Chinchuan riyosatchilik qilgan yig'inda yangi davrdagi ishlab chiqarish bank bilan yerlikning yuqori taraqqiyotini olg'a siljitish to'g'risidagi fikr nomli hujjat qarab chiqilgan. Lekin Xitoy taratqullarining bu vaqtdagi xabarlarda bu hujjatning mazmuni to'g'riligiga hech qanday uchur berilmagan. Atalmış yuqori taraqqiyot planining Xitoy hukumati bir tarafdan ishlab chiqarish bankini janubdagi viloyatlarga kengaytayotgan, yana bir tarafdan millionlagan Uyg'urni lagerga qamash, majburiy emgak silish, Uyg'ur nopusini yo'qitib, irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan mazgilda o'tirib qo'yilishi diqqat qo'zg'agan. Xitoyning Sharq Turkistonda cho'ng tutqun qilishni boshlagan 2017-yildan beri janubdagi viloyatlarning nurg'un yerlik kontrolli huquqlarini ishlab chiqarish bankini o'tkazib berganligi ma'lum. Atalmış Şinjan gezitining bildirishicha, bu navbatlik yig'inda yana muhit masalasi, Xitoy Kompartiyasining Atalmış Şinjanni idora qilish tadbirlarini davomli izchillashtirish, Xitoy yurosi yuqumi vaziyati, ezigilik ishlab chiqarish, savdo sanoat, favqulodda zo'r hadislarning yuz berishining oldini olib, jiddiy ishlarga taqobil turish, korxonalarning g'am andishlarini tugatish qatorliq masalalar muzokara qilingan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, navbatda G'arbning Şinjan paxtasini cheklashi Sharq Turkistondagi Xitoy korxonalariga o'zining kuchini ko'rsatmoqda ekan. Amerika hukumati 2020-yil 31-iyul kuni Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda turishliq ishlab chiqarish qurilish armiyasi, ya'ni Bing Tuan va uning 2 nafar amaldorni Uyg'urlarning kishilik huquqini eg'ir darajada pisand qilganligi, keng ko'lamli tutqun harakati, xohlagancha tutib turish va jismoniy jihatdan xo'rlash ham boshqa eg'ir kishilik huquq tafsanchiligida rol o'ynaganligi uchun yer shari Magnitskiy qonun orqali jazolagan. Hamda Amerikaning o'zining moliya huquqidan to'liq foydalanib, Sharq Turkiston va dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqini dafsanda qiluvchilarni javobgarlikka tortadi deb eskartgan. Amerika hukumati bundan ilgari, ya'ni 2020-yil 9-iyul kuni Atalmış Uyg'ur Abnum Rayonluq Partikomining sekretari Chinchuan, siyosiy qonun komitetining sobiq sekretari Ju Xayrun, jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Wang Mingshan, jamoat xavfsizlik nazoratining partikom sekretari Xu Liujin qatorliq 4 nafar yuqori darajalik Xitoy amaldorini Sharq Turkistondagi zulmda roli bor deb bekitib, yer shari Magnitskiy qonun orqali jazo tadbiri e'lon qilgan. 3 aprel kuni Amerikadagi Hammaga adolat tashkiloti 2021-yilda qahramon mukofoti sohiblarini e'lon qilgan bo'lib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun 4 kilik rol o'ynagan 4 shaxs va 1 tashkilotga berilgan. Lager shohidi Gulbahor Jelilova Uyg'ur qahramon faoliyatchi kategoriyasi bo'yicha Hammaga adolat tashkiloti 2021-yilda qahramon mukofotiga erishgan. Mazkur tashkilotning to'r betida Xitoyning jazo lagerlarining ichki sirini dunyo matbuotlarida oshkorlab kelayotgan Gulbahor Jelilovaga yuqori baholar berilgan bo'lib, uning lagerlar hamda boshlangan mazgilda, ya'ni savdo tijoratini qilish munosabati bilan 2017-yil 21-may kuni Urumchiga borganida Xitoy doiralari uni faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun uning Qozog'istonda tug'ilib o'sgan, Qozog'iston grajdoni bo'lgani qarmay qonunsiz holda jazo lageri qamalganligi. O 2018-yil sentabr oyigacha 15 oylik qabohatlik lager hayotini boshdan kechirib, oxiri uning Qozog'istondagi 2 farzandining Qozog'iston hukumatidan diplomatik yordam talab qilish natijasida lagerdan qutulib chiqqanligini tunishtirib, lagerda Xitoyning begunoh Uyg'urlarga berayotgan qiyin qistoq, o'lim, meni yuyishdek har turli vahshiyliklarga shohid bo'lganligi, lagerdan hayot qolgandan keyin Qozog'istonga kelgandan tortib baturlik bilan o'zining jafo mushaqqatlari va Xitoyning irqiy qirg'inchilik haqida guvohlik berayotganligidek fidokorlikqa opirin o'qilgan. Xitoyning jazo lagerlarida begunoh Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan qirg'inchiliklarni Qozog'istonda turib erkin anglashga ko'z yetmagan Gulbahor dastlabda Turkiyaga borgan va 2020-yil oktyabrda Fransiyadan panohlik tilagan. O lagerdan qo'yib berilgandan keyin izchil turda lagerlar qamalgan millionlagan Uyg'urlarning ovozi bo'lib, lagerdagi qiyin qistoq, ayollarning sistemli holda majburiy tug'mas qilinishi, bosqinchilik uchrayotganlik qatorliq Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini baturlik bilan fosh qilib kelmoqda. Gulbahordan boshqa yana Uyg'urlarning kishilik huquqiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan Amerika Davlat Majlisi a'zosi James McGovern majburiy emgakning oldini olish qonuni uchun ko'rsatgan xizmati sababli adolat mash'ili degan sharafli nom bilan bu qatimqi 4 qahramonning biri bo'lgan. 4 nafar qahramonning yana biri Amerika diniy erkinlik bosh elchisi Samuel Brombeck. U Rohingaliklarni va diniy erkinlikni izchil qo'llashdagi amaliy tuhfalar bilan Rohinganing yillik aktiv faoliyatchisi, shundaqla Kashmirlik insonshunos yozuvchi doktor Asir Ziya Kashmirda g'oyib qilinish qarshi turish bo'yicha 2021-yilda qahramon mukofoti sharafiga erishgan. Yuqorqi 4 qahramon shaxsdan boshqa yana Hindistonni fashizmdan qutuldirish xizmat korpusining ko'rsatishi bilan Toto Sandan nomli mazlumlarning soni va zo'ravonlik uchrash masalasi haqida iz qo'g'lash rol o'ynab kelgan bir markazmo 2021-yildagi Hindiston oz sonliq millatlarni qo'llashdagi namunalik tashkilot nomida mukofotlangan.
Gulbahor Jelilovani nomzodlik ko'rsatgan Uyg'urlarni qutqizish harakati guruhi Hammaga adolat tashkilotining muhim turining biri sifatida 2018-yildan buyon Uyg'urlarni qo'llash va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun Amerikada izchil aktiv faoliyat qilib kelmoqda. Amerikadagi donliq kishilik huquq ommaviy tashkiloti bo'lgan Hammaga adolat tashkilotining 2019-yilda qahramon mukofotiga lager shohidi Mehrigul Tursun loyiq ko'rilgan edi. Mo'ng'ul kuradagi Xitoy jazo lagerida 5 oy o'qituvchi bo'lgan Sayragul Saudboy Xitoy hukumatining Uyg'ur va qozoqlarga qaratilgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni fosh qilishdagi jasorati bilan 2019-yili Amerika tashqi ishlar ministrligining Jasur ayollar mukofotining sohibi bo'lgan bo'lsa, bu navbat u yana Germaniyaning 2021-yillik Nuremberg kishilik huquq mukofotiga loyiq ko'rilgan. Hokimiyat yurgizayotganiga 20 yildan oshgan 68 yoshli Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 aprel kuni yangi qonun imzolab, o'zining yana 6 yillikdan 2 qaror prezident vazifasini o'tashga fursat yaratib, 2036-yilgacha hokimiyat yurgizishga yo'l ochgan. Putin 2000-yili tunji qatim prezidentlik saylangan bo'lib, shundaqla 2004-yili yana qayta saylangan. Bu ikki qaror vazifa o'tash muddati 4 yil bo'lgan. 2008-yili Dmitriy Medvedev prezidentlik vazifasini topshirib olgandan keyin yangi qonun imzolab prezidentlik vazifa o'tash muddatini 6 yilga uzartib, keyingi qarorliq prezidentdan boshlab yo'l qo'yilganligini bildirgan. Shuning bilan Vladimir Putin 2012-yil muvaffaqiyatli holda qaytadan prezident bo'lib saylanib, 2018-yil yana qayta saylangan. O'tgan yilning boshida Vladimir Putin asos qonunga tuzatish kirgizishni o'tirib qo'yib, kelgusidagi prezidentni uda ikki qaror vazifa o'tashga bo'ldiganligi. Ammo o'zining prezidentlik muddatini nolga o'zgartib, qayta hisoblagan. O'tgan yili iyul oyida asos qonunga tuzatish kirgizish referendumi ma'qullanib, Avom palatasi oldin qayda bu qonun loyihasini ma'qullagan. 5 aprel kuni Vladimir Putin imzo qo'ygan. Yangi qonunga asosan Vladimir Putinning hozirgi vazifa o'tash muddati 2024-yil to'shqandan keyin yana qayta saylansa, ikki qarorliq prezidentlik muddati 2036-yilgacha bo'ladi ekan. U vaqtda Putin 83 yoshga kirdi ekan. Yangi qonunda Rossiya prezident kandidatlarining cho'qim 35 yosh bo'lishi, Rossiyada kam deganda 25 yil turganligi, chet el fuqarosi yoki mangulik turish kinishkisi bo'lmasligi kerakligi, yashanganda kutinishni qo'g'dashni kuchaytirish, o'xshash jinslarning to'y qilishini cheklash va 2-dunyo urushidagi peshqadam askarlarni haqoratlashni ma'ni qilish, xiloflik qiluvchilarga 3 yil turmada yetish jazosi hukm qilinishi belgilangan ekan. Badaningizda nima kamligini bilamsiz? Tuvandikilardan bilib oling. Aqsil kamchil bo'lsa, sovuqdan qo'rqadi. Muskullar bo'shishadi. Ko'krak qismi sangilgandek sezim bo'ladi. Oson qo'rq tushidi, o'sib yetilishga ta'sir etadi. Immunitet kuchi tuvallaydi. Oson zukam bo'ladi. Oson charchab, ko'payish iqdori tuvallaydi. Qon ozliq, oson qayrish, kech tushish, tirnoqlar yerilish, yara eg'izi patsa qaymaslik alomatlari ko'riladi. Beturdagi vitaminlar kamchil bo'lsa, inkosi asta, ko'zlari nursiz bo'lib qitishadi. Qiziridi, ruhiy tushkun bo'lib, as tutish iqdori tuvallaydi, sababsiz ochiqlaydi. Terikidi, ishtahosi tutiladi, lavlari yeriladi, javg'a yollig'i bo'ladi. Eg'iz puraydi, oson charchaydi, issiq ishib ketadi. Terining sezimchanligi eshib, oson reaksiya beradi. Beshi og'rib, ko'ngli elishib yondiradi. Vitamin C kamchil bo'lsa, og'zi qurib, tili yiriklashib, immunitet kuchi tuvallaydi. Tishmelik oson qanaydi. Oson zukam bo'lib, teriga osonli so'sindoq tortiq paydo bo'ladi. So'ngak to'qilmalari ojizlaydi. Qaradog' paydo bo'ladi. Ko'zga osonli oq tushib, ayollarda baliyatqi bo'yin raki bo'lish nisbatini o'rlitadi. Vitamin E kamchil bo'lsa, odat xarakterlik bo'yidan ajrash, ishga ajralma qalaymi qalashish, tug'maslik, odat normalsiz bo'lish, odatdan burunqi yig'indi kasalligi, yara eg'izida tortiq qilish, doni xo'rak chiqish, ko'zi olg'ay bo'lib qolish, qayrish, qayriliq dog'lari paydo bo'lish, o'pka iqdori tuvallash alomatlari bo'ladi. Vitamin A kamchil bo'lsa, ko'zi qurg'oqlashish, ko'rish quvvati tuvallash, namasham qarg'usi, burun yotqunchoq, kekirdak, immunitet kuchi tuvallash, oson yallig'lanish, reaksiya berish, teris qurg'oq bo'lish, quloq mulg'iy ko'p bo'lish, quloq qichish, choch kepki bo'lish, chechish tushish, o'pka iqdori tuvallash, suydik va ko'piyish sistemasi iqdori tuvallash alomatlari ko'riladi. Kalsiy, magniy kamchil bo'lsa, oson tush ko'rish, cho'chib uyg'onib ketish, as tutish iqdori tuvallash, kayfiyati turaqsiz bo'lish, beshi og'rish, ko'psiyish, put-qo'llari tortishib qolish, tishni g'o'chirlatish, muskullar tortishib qolish, osonli sunish, sababsiz og'riqlar, yurak selish, to'li gap qilish, bolalarning bo'yi o'smaslik, siyib qo'yish, ayollarda odat og'ritib kelish alomatlari bo'ladi. Talomadiz kamchil bo'lsa, ich qetib qilish, kemiroy, oson tosh tushish, doni xo'rak chiqish, vino o'smasi, semizlik, xolesterin yuqirlash, uchay chaplashib qilish alomatlari ko'riladi. Beliqmi kamchil bo'lsa, yashanganlardagi divanlik, as tutish iqdori tuvallash, mayda erikchan vitaminlarni saqlayolmaslik, terilik qurg'oqlashish, ko'rish quvvati chekinish, sovuqdan qo'rqish, bo'g'im yallig'i, yurak muskul kasalliklari, bola emitayotgan ayollarda sut ozlash alomatlari ko'riladi. To'mir va yaproq kislotasi kamchil bo'lsa, as tutish iqdori tuvallash, diqqatini yig'olmaslik, o'g'inish chekinish, put-qo'llari muzlash, oson uyushib qolish, ichsi qilish, o'q tortish,
yuzlari tatirish, tirnoq shakli o'zgarish, topini oson yerilish, oson charchash, ro'yi tushkun bo'lish, tili ishib qilish, harakati ostilash, homildor ayollar bo'lsa ko'ngli elishish, yondirish, kamtuk, g'ayri tug'ib qo'yish alomatlari ko'riladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.